BMW tomonidan yaratilgan zamonaviy biznes sedan. E'tiboringiz markazida BMW 760i modeli 7-seriya 4.4 litrli twin turbo dvigatel bilan jihozlangan, 544 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha mana shu gavdasi bilan bor yo'g'i 4.2 sekundda tezlanadi. Juda ham zo'r avtomobil. Ushbu avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. 7400 km masofa bosib o'tgan. Holati a'lo darajada, egalari aytishlari bo'yicha kraska top-toza, to'liq broneplyonka qilingan, o'z uchun tekshirib olsangiz ham bo'ladi. Ideal holatda avtomobil. Mana bu radiator panjarasi atrofini qarang. Ajoyib tarzda chiroyli yonib turadi. Avtomobilning old g'ildiragidan tashqari orqa g'ildiraklar ham burilish imkoniyatiga, funksiyasiga ega. Yana bir ajoyib funksiyalardan biri Rolls-Royce kabi barcha eshiklar elektron tarzda ochilib, yopiladi. Ichki qismi ham a'lo darajada to'liq jigarrang charm bilan qoplangan. Barcha o'rindiqlar elektr quvvatda boshqariladi. Isitish, sovutish, eslab qolish va massaj funksiyalariga ega. Panorama tom, akustik tizim Bowers and Wilkins, 360 gradus kamera, avtoparkovka, adaptiv kruiz kontrol, Distronic, bu hammasi bor. Undan tashqari pnevmopodveska va ajoyib joyi bor. Mana shu boost tugmasi. Shu boost tugmasini bosib tursa, avtomobil 10 soniyaga ana shu 544 ta ot kuchini boricha shuni sochib beradi. Ana shu tezlanishga juda ham zo'r yordam beradi. Orqa qismga o'tamiz. Orqa eshiklari ham ajoyib tarzda, mana qarang, rama mana shu to'xtaydi, tugaydi. Orqa yo'lovchilar uchun boshqaruv paneli, mana shu sensor panel orqali barcha funksiyalarni boshqarish mumkin. Orqa yo'lovchi, old yo'lovchi, orqasi orqa yo'lovchida mana shu oyoq osti yostiqchalarigacha bor. Uyingizdagi katta televizordan ham katta televizor. Haqiqiy avtomobildagi avtomobil kinoteatri. Xullas, undan tashqari juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega avtomobil. Bu avtomobilimizning narxini egalari $190 ming debdilar. Marhamat, kimga qiziq bo'lsa, ushbu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin.